Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan Javohir FUS kanali. Men sizlarga bugun virtual nomer olishni o'rgataman. Maksimal podpishkaga bilishlarini unutmaman. Videoni boshlashdan oldin maksimalni like, podpiska bosib ketishingizdan chiqmasin. Yilda oxirigacha 1000 ta bo'lishimiz kerak. Ko'p kuzatuvchilarimiz obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Obuna bo'lib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Unda biz boshladik. Marsay do'stlar, bugun 3 ta sayt nomini aytaman. Buni Google'dan kirib olasizlar. Hammasi tekin, olib ko'rsatib beraman. Tekin bo'lgani uchun bar odamlar ko'p oladi, ko'p foydalanadi. Shuning uchun biroz muammo bo'lishi mumkin olgan paytlaring. Birinchisiga kirib olmaymiz. Birinchisi bu OK SMS original sayti. Mana ikkinchisiga kirib olamiz, ya'ni saytni o'ziga. Va sizlar kirganingizda mana shunday nomer beradi. Buni biz kaprat qilib olib, norasmiy Telegram ilovasiga kiritib olamiz. Misol uchun Plus yoki Telegram X shunga o'xshash ilovalardan kiritib nomerda kod so'raymiz. Tak. Endi nima deyishim mumkin bu saytlarga? Endi saytlar baribir tekin bo'lgani uchun biroz olishlarning qiyin bo'lishi mumkin. Ya'ni nomer top olish yoki yangi kirgan nomer. Shuning uchun misol uchun buni o'zini vaqti bilan saytlarda nomer qo'yishdi. Misol uchun sizlarni agar olmoqchi bo'lsanglar, darsga shu bilan ketmoqchi bo'lsanglar, maqsad qilgan bo'lsanglar olishga, o'zini vaqti beradi. Misol uchun sizlar ko'rasizlar, 7 ga yangi nomer tashlashi mumkin yoki 8 ga ertalab yoki kechga uni soatlarni ko'rsatib qo'yadi va qachon kirganlarni. Shuning uchun kirib kaprat qilib olib, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Ya'ni bu deganimki, ko'p odam kirmasdan sizlar kirsanglar, kod beradi. Tushgan bo'lsanglar, mana keyingi nomerni kiritib ko'ramiz. Birinchisi bloklangan ekan nomer. Bu Amerika nomeri, Buyuk Britaniya nomeri. Buyuk Britaniya nomeri kod kelmadi, ko'rdinglar. Kod yuborildi do'stlar. Endi tekshirib ko'ramiz, qanday kod keldi. Mana refresh ana shu tugani bosaveramiz. Bitta oldingi kod 1 soat 16 minut avval kelgan ekan. Bu yerda biz kod berdi. Mana kodni kiritib ko'ramiz. Sizlarga yana 6 talik kod berishi mumkin. Agar 6 talik kod bersa, buni Telegram X ilovasidan kirib kodni yuborsanglar bo'ladi. Agar 6 talik bo'lsa, 2-3 marta unutib qo'yamiz do'stlar va boshqa saytga o'tib ketamiz. Boshqa kiritib ko'ramiz. Bu kodimiz 6 talik ekan do'stlar. Boshqa saytga o'tamiz endi, ya'ni Telegram X ga. Boshqa ilovaga deylik. Tag nomerni kiritamiz. Kiritib oldik va kodni kiritdik. Yana yaratib keldi. Kod yuborildi mana bizning emailga. Ulangan ekan. Shu kodni kiritib ko'ramiz. Yana shuni kiritdik. Telegram X ga. Vaqt qolchadan joylandi. Yo'q, kod xato deyapti. Demak, boshqa saytga o'tganmiz do'stlar. Endi biz anonymous SMS deb qidirib olamiz. Ya'ni Sims. Anonymous SMS yana turibdi. Va saytga kirib olamiz. Birinchi turgan saytga. Do'stlarni urinib ko'rasizlar, 3-4 marta baribir olasizlar. Bu saytingizga kirib olganimizdan keyin bizlar registratsiya qilmaymiz, sal pastroqqa tushamiz. Bu yerda tekin nomer tarqatiladi, lekin bu joyda men o'zim nomer olib ko'rganman, do'stlar. Bemalol o'xshaydi, olsalar bo'ladi. O'zining saytlari bor, vaqtlari bor. Ertalab va kechga tashlaydi bitta nomer. Topib olasizlar, men aytgandan qilib. Ya'ni olmoqchi bo'lsanglar.
Tabii mana shu saytimiz. Va birinchi nomer kiritib ko'ramiz. Qani, buni ham foydalanib ko'ramiz. 2-3 nomer olib. Video cho'zilib ketmasligi uchun kam-kamdan qilib ko'rsatib beraman do'stlar. Tak. Yana shu Telegram norasi ilovasidan kirib olamiz. Tak. Tahrirlashdi va nomer kiritamiz. Yana kod bo'ladi. Kodni kopirovat qilib olamiz. Receive SMS, update latest SMS, ya'ni yangi kod yuboring degan ma'nosi o'zbekchaga aytsak, yangi kod yuboring deydi. Mana shu pastroqda kod keladi. Kutamiz. Va kod kelmadi do'stlar. Boshqa raqam kiritib olamiz. Boshqa raqam kiritamiz. Tak. Mana new message yetib kelishi mumkin 18 sekund ichida yapti. Kutdik kelmadi. Yangi nomerda bo'lsa, ya'ni try different number deb bo'lsa yangi nomer kiradi. Va kopirovat qilib olib, yana kiritamiz do'stlar. Uni ham ikkita ko'rsatib beraman va keyingi saytga o'tib ketaman. Do'stlar. Tak. SMS bo'lsa emas, update. Boshqa nomer bo'syapti, tak. Pastroqda hozir unda o'chib qoldi-ku, shunaqa payt nomerni o'tkazib yuboringlar, chunki nomer ishlamayotgan bo'ladi. Nomer ishlaydigan nomerni kiritib ko'ramiz do'stlar. Yana yo'q, pastiga try different nomer agar bo'lsa, nomerda yo'qsalar bo'ladi. Mana hozir chiqmayapti, nomer o'zi ishdan chiqib bo'lgan. Kutamiz, chiqib ketamiz. Va yana pastroq tutsak, nomerimiz bor. Pastroqdan kiritib ko'ramiz. Yana buni ham o'zini vaqti bo'ladi. Menimcha shu ertalab bizning Toshkent vaqti bilan soat 7:30 yoki 8 da yangi nomer qo'yadi. Bemalol kirib foydalansanglar bo'ladi. Va 3-saytimiz bu Uzcardbot deb qidiring va eng arzon turdagi nomerlarni xarid qiling. Bizda barcha turdagi nomerlarimiz bor. Telegram nomer sotib olishni bosamiz va davlatlar ro'yxati. O'zbekistonda ismi, Amerikada ismi, Kuvayt, Falastin barcha turdagi nomer xizmatlarimiz bor. Eng arzon faqat bizda. Eng arzoni 5940 so'mdan boshlanadi do'stlar. Bemalol kelib xarid qilsalar bo'ladi. Uzcardbot, O'zbekistondagi nomerlar bot. Ko'rsangiz bo'ladi, barcha turdagi nomerlarimiz bor. Xitoyda ismi, Samoa, Yangi Zelandiya barcha turdagi nomerlarimiz bor. Kelib bemalol xarid qilsalar bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. Amerika nomerlarimiz 11000 so'mdan boshlanadi do'stlar. Amerika, USA nomerlarimiz 11000 so'mdan boshlanadi. Kelinglar mayli. Hisobingizni to'ldiring va nomer xarid qiling. Va 3-saytimiz Vaksimiz sayti. Kirib olamiz. Va bu saytimiz nomerlari pullik, lekin ancha arzon. Agar kimda-kim Payer yoki kripto valyutasi bo'lsa, to'lov qilib, balansga deposit qilib nomer olsalar bo'ladi. Men sizlarga o'zim botimni tavsiya qilaman. Uzcardbot eng arzon nomerlar. Telegram kanalimizga obuna bo'lib ketish esdan chiqmasin. Yilda oxirigacha mingta bo'lishimiz kerak.